Assalomu alaykum azizlar. Sog' salomat, bahoriy kayfiyatda bormisiz? Omon bo'ling. Alloh insoni sharifni yaratar ekan, u sababli yeru ko'kni, dunyoyu tabiatni, mavjudotu maxluqotni yaratdi. Nima uchun? Inson bilim olishi, o'rganishi, o'rgatishi, tafakkur qilishi, aql zakovatining yuksalishi uchun. Bu qadar keng imkoniyat. Oyog'imiz ostida o'rmalagan chumoliga qaraylik. O'z hayot tartibi bilan insonni hayratga soladi. O'z boshliqlari, xizmatchilari va ko'zlagan rejalari bor. Behisob turlari bo'lib, yashagan joylariga ko'ra ranglari ham turlicha ekan. Har bir tur chumolining vazifalari ham hayratlanarli darajada xilma-xil. Muborak Qur'oni Karimda alohida chumoli Naml surasi mavjud. Yaratgan zot biz mayda hisoblagan jonzotlarni ham nihoyatda murakkab hayot tarzida namoyon etgan va ularni o'zining muqaddas kitobida bot-bot yodga oladi. Nima uchun? Insonlarga ibrat uchun. Endi azizlar, nigohimizni yerdan uzib samoga qarataylik. Qushlar haqida hech fikr yuritganmisiz? Ayniqsa bolalikda qush bo'lib uchgingiz kelganmi? Qushlarga tosh otgan to'polonchi bolalardan xafa bo'lib, qushchalarga achinib, yig'lagan paytlaringiz ham bo'lganmi? Shu asnoda bolalikdan fe'l-atvor shakllanarkan. Endi ulug' yoshdagi fikrlarimizchi? Qushlar hayoti o'zi she'rga arziydimi? Arzigandaki. Marhamat, tinglab mulohaza qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'shiqchi qushlar. Qo'shiqchi qushlar qaydasiz? Saharlar tasbeh aytasiz. Uzzu kun rizqingiz terib, shomni mo'ljallab qaytasiz. Chirqillaysiz kun botdi deb, quyosh yonboshga yotdi deb. Azonchi qushlar sayraysiz, namozning vaqti yetdi deb. Sizga atab she'rlarim bor. Mitti joningizga nisor. Qay fe'lingiz yoqib Alloh samodan joy berdi bisyor. Talashmaysiz tanlab makon, tortishmaysiz bir tanu jon. Qancha uzoq ketsangiz ham adashmaysiz manzil ravon. Mo'jiza qurgan iningiz, loyiha tuzgan kimingiz. Polaponlar unib o'sib uchguncha yo'q tinimingiz. Oiladan ko'nglingiz to'q, ajralishlar, xiyonat yo'q. Robbim chizgan haq yo'ldasiz, zolim, mazlum, zalolat yo'q. Bugun dunyo toyib ketdi, kasofatga boyib ketdi. Olsakmikan qushdan ibrat, nahot oxir zamon yetdi. Qo'shiqchi qushlar bor bo'ling, so'ng iltimos hushyor bo'ling. Uyg'oting g'aflatda qolgan olamga do'stu yor bo'ling. Rahmat e'tiboringiz uchun. Yanada nafli suhbatlar nasib etsin. Omon bo'ling azizlar.